O'ylab qarasam 50 dan ortiq animelarni tomosha qilgan ekanman. Bu videoda esa sizga aynan mana shu men ko'rgan animelarni eng yaxshilarini tavsiya beraman. Lekin men aytgan animelar ba'zi birlarga ma'qul kelmasligi mumkin. Buni oldin aytib qo'yishim kerak edi. Birinchi o'rinda men tavsiya qiladigan anime bu Another. O'zbekchasiga boshqa deb nomlanadi. Tasavvur qiling, sinfingizda hammasini ko'rib tursa ham, o'zini xuddi sizni ko'rmagandek va bilmagandek tutadi. Gaplashmaydi, qaramaslikka harakat qiladi, juda ham g'alati, to'g'rimi? Lekin Yomiyama maktabining bitta sinfida tirik qolishning yagona yo'li aynan o'sha shaxs bilan gaplashmaslikdir. Chunki bu sinfda ortiqcha bir o'lik shaxs bor edi. Va uning ismi Misaki edi. Horror hamda psixologik treyler janridagi bu anime 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Anime bor yo'g'i 12 ta qismli bo'lgani uchun voqealar juda ham tez boshlanadi. Har bir qismda har xil boshni qotiradigan voqealar va kutilmagan burilishlar sizni hayron qoldiradi. Bosh qahramon Sakakibara ismli bola boshqa maktabga o'tadi va u o'tgan maktab juda ham boshqacha va qandaydir sirli maktab edi. U yerda hech kim unga bu sirni aytmasdi. Sakakibara bu sirni bilish uchun sinfdagi hammadan ajralib turadigan o'sha qiz, ya'ni Misaki bilan muloqotga kirishadi va u juda ham katta xato edi. U bilan tanishuvdan so'ng Sakakibara va uning atrofidagi odamlar bilan turli xil ko'ngilsiz holatlar yuz bera boshlaydi. Keling, ko'p spoiler qilmasdan animeni o'zingizga taqdim qila qolaman. Tomosha qilib bo'lgach, shu videoni kommentariyasiga qaytib kelib, o'z fikringizni aytib qo'yarsiz. Tavsiya beraman, animeni tunda ko'ring. Albatta, duxingiz yetsa, animeni tugatgach esa siz soyabon va zinalar bilan ehtiyotkorroq bo'lishni boshlaysiz. Ro'yxatning ikkinchi o'rnida Spiral. Atiga 4 ta qismdan iborat bo'lgan bu anime sizni spiral shakliga bo'lgan fikringizni o'zgartirib tashlaydi. Bu anime qolgan animelardan ozgina farq qiladi. Ya'ni uni animatsiyasi va ko'rinishida. Ko'rinishi oq-qora rangda, xuddi manga o'qigandek bo'lasiz. Lekin animatsiyalarga gap bo'lishi mumkin emas. Anime juda ham qisqa bo'lgani uchun undagi syujetni aytib bera olmayman. Yaxshisi o'zingiz ko'rganingiz yaxshi. Endi mendagi taassurotlar va fikrlar haqida aytadigan bo'lsam, juda ham kuchli ma'no bor deya olmayman, lekin ba'zi bir animelardan yaxshiroq va kreativ tarzda tayyorlangan deb o'ylayman. Animeda horror ham, psixologiya ham bor. Agar siz yaxshi konsentratsiya bilan animeni tomosha qilsangiz, albatta bu anime sizning top ro'yxatingizdan hech bo'lmasa top 10 talikka kira oladi. Lekin bu animedan bir kattaroq ma'no yoki mantiq izlash birozgina xato, chunki bu anime to'liq absurdizm ustiga qurilgan. O'zi shunaqa so'z bormi? Absurdizm yoki absurd ustiga qurilgan. Ro'yxatning 4-o'rnida Monster. Ha, mana buni anime desa bo'ladi. Grafikasi eskiroq bo'lishi mumkin, ammo syujet bu xatolikni yopib tashlaydi. Animedagi bosh antagonist Johan Liebert ko'pincha bu qahramoni eng kuchli manipulyatsiya ustasi deb ham aytishadi va ular rostdan ham haq. U atrofdagi odamlarni o'zini maqsadlari yo'lida ishlatib yuradi. Syujet esa shunday murakkab tuzilganki, har bir voqea bir-biriga bog'lanib ketaveradi. Va tabiiyki bu sizdan juda ham kuchli konsentratsiya talab qiladi. Animeni ko'rmagan bo'lsangiz sizga bir tavsiya beraman, ko'rib chiqing. Buni ham albatta tunda ko'ring. Agar Monsterdan boshlamoqchi bo'lmasangiz, xuddi shu manga muallifiga tegishli bo'lgan yana bir animeni tavsiya qilaman. Buning nomi Pluto. Undagi syujet Monsterga nisbatan ozgina sayozroq. Bu degani Pluto yomon degani emas, u ham ancha-muncha psixologik animelarni yerga uradigan anime hisoblanadi. Va u yerdagi har bir ism va detallarni eslab qolishingiz kerak bo'ladi va 50 dan 70-qismgacha shunday voqealar bo'ladiki, ana shu siz eslab qolgan detallar endi ochib beriladi va animeni to'liq tushuna boshlaysiz. Sinchkovroq bo'lib ko'ring. Agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, har bir voqeani esingizda qoldiring. Ismlar, detallar, kimlarnidir gaplari, ular shunaqalarni eslab qoling. Ro'yxatning 5-o'rnida Darling in My Franxx. Animedagi qahramonlar Hiro hamda Nolikning munosabatlari sof romantikani eslatsa ham, anime ichiga kirib borishimiz bilan bu romantika asta-sekin yo'qolib, boshqa voqealar boshlanib ketadi. Nimaga bu animeni ayrim tomonlarini yomon deb aytaman? Sababi undagi voqealar to'liq tushuntirilmagan
va yaxshi tarixga ega bo'lmagan qandaydir kelajak ko'rsatiladi. Qaysidir qismda ular haqida ozgina tushuncha berib ketiladi, lekin to'liq emas. Ya'ni ana shu nimaga insonlar bunaqa holatga kelib qolishdi? Ularga kim hujum qilyapti? Nimaga hujum qilyapti? Ochib beriladi, lekin juda ham to'liq emas. Shunisi juda ham g'alati. Animatsiya tomonlama birorta muammo yo'q. O'z vaqti uchun juda ham zo'r. Lekin syujet masalasiga keladigan bo'lsak, boshlanishi juda ham tez. Mayli, buni kechirsa bo'ladi, lekin yakun juda ham g'alati tarzda yakunlangan. Nimaga bunchalik o'zgartirish kiritishgan bilmadim-u, 24 ta qismning ichiga buni bemalol qo'shishsa bo'lardi. Lekin eng qizig'i nimaligini bilasizmi? Agar siz faqat animeni ko'rgan bo'lsangiz, sizni xursand qilmoqchiman. Bu animening mangasi ham bor va uning yakuni animedagidan 180 darajada farq qiladi. Anime oxiridagi g'alati yakunni eslang. Ular halok bo'lishgandi. Mangada esa bunday bo'lmaganligi ko'rsatilgan. Ular ikkalasi ham, Hiro ham, Noriki ham tirik qolishgan. Shunday ekan mangasini o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. U yerda faqatgina ana shu yakun bilan to'xtab qolmasdan, ba'zi bir olib tashlangan sahnalarni ham ko'rib o'qib chiqishingiz mumkin. Lekin hali ham tushunmayman, mangani qanaqasiga o'qiladi? Birinchi rasmni gorizontal o'qish kerakmi yoki vertikal? Balki bu vaziyatga qarab o'qilar. Shuning uchun manga o'qiydiganlarga qoyil qolaman. Lekin nima bo'lsa ham animeni ko'rib chiqish kerak. Rostdan yaxshi anime. Ba'zilar haligacha ikkinchi faslni kutishadi, lekin ikkinchi fasli chiqarilmaydi deyilgan. Video mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Agar yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Yuqorida aytgan animelarni esa bemalol Anibla platformasidan tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Havola esa kommentariyada va opisaniyada bo'ladi. Agar shunday men ko'rgan animelarni ham tavsiya qilib, videolar chiqarib turishimni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Shunday qilib keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.